Siz haliyam koreyskiy smola bilan Xitoy smolasini farqiga bormayapsizmi? Qararoq keling, 3 ta farqini aytaman. Uchinchisi juda ham muhim. Birinchi farq, koreyskiy smolaga vitral qo'shib ishlatish shart, chunki u juda ham quyuq bo'ladi. Xitoy smolasi juda ham suyuq bo'ladi, unga vitral qo'shish shart emas. Koreyskiy smola qotishi qiyin, 14, 15, 16 soatda qotadi, lekin juda ham qattiq bo'lib qotadi. Bemalol ustiga xohlagan rangingizni bera olasiz. Xitoy smolasi tez qotadi, lekin rang berayotganingizda teshilib qolishi ham juda ham oson, yupqa bo'ladi va bo'sh bo'ladi. Smola qiyshayib qoladi. Mana shu aksessuarni koreyskiy smoladan yasaganman. Qaranglar qanaqa yaltirab, zo'r bo'lib turib bergan, qattimroq bo'ladi. Smolaga rang beryapman, teshilib qolayotgan SMS ko'p o'qiyman. Smolalarning texnikalarini prof kursimda 0 dan o'rgansangiz bo'ladi. Prof kursimga chegirma e'lon qilganman. 1,4 million kursimni 350 mingga xarid qilsangiz bo'ladi. Ramazon chegirmasiga ulgurib qoling.